Muhammadiyor sochini nima qilding? O'stirib va po'sti bo'lib ketibdi-yu. Shu anchadan beri o'stirib yurgan edim. Uydagilar ham qo'yishmayapti. Nu o'zimga ham uncha-muncha yoqmayapti. Shuning uchun o'zingiz kelgandim, yangilik qilib ko'raylik bir. O'zi uzun soch yoqadi o'zingga. Uzun soch yoqadi, lekin yonlardan balki olib ko'rarmiz. Yo'llarni kaltaroq qilamiz. Tepalaridan ham ozgina olamiz, chunki soching to'g'lasi qalin bo'lganiga ham, zich bo'lganiga ancha объемli ko'rinyapti. Yuzing ham, dahan qismlaring ham qicham-da jani. Ingichkaroq ketganning hisobiga boshing hozir tepasi katta ko'rinib qolyapti. Shuni ozgina to'g'rilashga harakat qilamiz. Объемdan ham, uzunligidan ham olaman. Bitta yengillik qilamiz, xudo xolasa o'zingga yoqadi degan umiddaman. Agar o'zgarishga tayyor bo'lsang, boshlaymiz. Tayyorman. Qalay bo'ldi soch Muhammadiyor? Vashi zo'r chiqdi. O'zingga yoqdimi? Menga yoqdi, uydagilar ham xursand bo'ladigan bo'lishdi. Конечно, kaltaroq bo'ldi, ixchamroq ko'rindi soching, boyiga nisbatan ancha. Yo'llarni orqalarini kaltaroq qildim. Yana ham anu yarashsin deb, o'zgargin deb. Soching o'z jingalagi moyilroq ekan. Yaxshilab quritsang, o'zi nasib qilsang, jingalak bo'ladi mana. Keyin oldilaringni ham yopdim. Peshanani yopdim. Yuzing ham ancha yopilib, peshanang kattaligi bilinmadi. O'zingga yoqdimi? Yoqdi. Yoqqanidan xursandman. Salomat bo'l. Rahmat.